أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan arab alifbosi darsimizni davom etkazamiz. Biz o'tgan darsda sizlar bilan alif va hamzaning yozilish shakli, jumlaning boshda kelishligi, o'rtasida kelishligi, oxirida kelishligi bular haqida bahs yuritdik. Qanday jumlada kelib qolganda o'qilishligini hammasini o'tdik. Bugun inshaalloh, demak o'tgan darsda yana biz ikki harfni bir-biriga o'qishni ham o'rgandik. Bugungi darsimizda inshaalloh ikki va undan ko'ra ko'proq so'zlarni, kalimalarni birga o'qishlikni o'rganamiz. Ya'ni bir ikki so'zlarni bir-biriga qo'shib o'qiyotganimizda o'rtalarida bir ikkita harflar, ya'ni alif harflari ko'pincha o'qilmay qolib ketadi. Buni o'rganamiz inshaalloh. Demak, muallim soni kitoblaringga qarasanglar, kelgan joydan davom etamiz. Vasl, ya'ni qo'shib o'qishlik joyiga kelganmiz. Demak, ihdinas siratal mustaqim. Bu yerda mana ihdinas nun harfidan kelgan alif, as-sirotdan oldingi alif va lam. Bu yerda undan keyingi alifimiz nima bo'lib qoldi? O'qilmay qolib ketyapti. Ihdinas birdan sotga urib yuryapmiz. Ihdinas siratal tol deb turib alif qolib ketyapti. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Va hadal baladil amin. Bunda ham xuddi shunday. Bu yerdagi hada dan keyingi alif va al baladdan oldingi alif, al amindan oldingi aliflar o'qilmay qolyapti. Ya'ni vasl qilib qo'shib o'qilganda tushib qolyapti. وهذا البلد الأمين نار الله الموقدة نار الله الموقدة qo'shilib o'qilganda, lekin to'xtab o'qilinadi Qur'oni Karimda. Narullohil muqada. Oxiridagi tay marbuta oxirida o'zi o'qilmaydi. Ya'ni muqadatu deb to'xtalinmaydi. Kamathalilladzi istawqada. Kamathalilladzi allazis demak nima bo'lyapti? Ya harfi tushib qolyapti. Va undan keyingi istawqada naroni nima qilyapti? Alifi ham tushib qolyapti. Kamathalilladzi istawqada. فاتقوا النار التي bunda ham nima bo'lyapti? Fattaqu fadan keyingi alifimiz, qof vav harfidan keyingi alifimiz va annardan oldingi alifimiz, allatidan oldingi aliflar nima bo'lyapti? Tushib qolyapti, o'qilmay qolyapti. Fattaqun nar allati هو التواب الرحيم هو التواب الرحيم ذو الفضل العظيم ذو الفضل العظيم أنت العزيز الحكيم. Nun harfi sukuna. Biz uni nima qilamiz? Ta harfini ichiga kirgizib ixfo qilib turamiz. Ana biroz ushab turamiz. Antal azizul hakim. Endi vaqf, to'xtash. Bu yerda mana so'zda qaranglar. Nasta'in. Nun harfi, sin harfimiz nima? Sukunlik, to'xtaymiz. Ta'in. Ya harfi esa sukunlik, bu nima qilinadi? Cho'ziladi. Tabiiy cho'ziladi. Nasta'in. Yu'minun. Vana vav harfi nima bo'lyapti? Ustida sukun bor. To'xtaymiz. Yu'minun.
Ya'lamun. Ya'ni ayn harfimiz ustida nima bor? Sukun bor. To'xtaymiz. Ya'lamun. Yusron. Agar to'xtasak yusro deb to'xtaymiz. Qur'oni Karimda ham ko'p keladi. Yusro bu shaklda. O'zi aslida yusron yozilishligi shunday. Ya'ni tanvin bil fatha. Fatha bilan. sinda to'xtaymiz. Ron. Yusro ikkala o'qish ham to'g'ri. Abadan. Abada. Buni nima qilamiz? Ikki alif bilan to'xtaymiz. Abada. Tawwaban. Gishawatun. yoki gishawah. Hamiyah. Mumaddadatun. Bu yerda dal harfimiz, birinchi dal harfimiz mushaddad, ya'ni tashdidli, ya'ni tashdidli harfda o'tganmiz. Tashdidli harfning birinchi harfi sukun, ikkita bir xil harf keladi. Ikkita bir xil madada yoki madda, ikkita bir xil harf keladi va birinchi harfini sukun qilamiz, ikkinchi harfini ichiga kirgizib yuboramiz. Idg'om qilib yuboramiz. Mumaddada. Endi birgalashib mumaddada deb o'qiymiz. Endi mat so'zi sa'a, sha'a, ja'a, ulaika, haula'i, sawa'un, sa'ilun, ya ayyuha, Israil, Jabrail, Mikailu. To'xtasak Mikail deb to'xtaymiz. Chunki arab tilida arab qoida borki, harakat bilan, ya'ni harakatsiz so'zni boshlab bo'lmaydi. Harakatsiz so'zni boshlab bo'lmaydi va harakat bilan to'xtalinmaydi ham. Harakat bilan to'xtalinmaydi. Si'a, ji'a, si'at, su'a, abu'a. Demak, endi idg'om harfiga kelib to'xtadik. Idg'om harfi. Idg'om harfi bir harfni ikkinchi harfning ichiga kirgizib yuborishlik. Bir harfni ikkinchi harfning ichiga kirgizib yuboramiz. Masalan, mana min masad. Ya'ni bu yerda sukunlik nun turibdi. Min masad. O'zi tabiiy bunda min masad deyilganda har qanday odamga nima bo'ladi? Qiyin buni aytishlik. Qiyin. Shuning uchun lekin min masad deb aytishlik juda ham oson. Bu tilga og'ir kelganligi uchun bir-biriga nun harfi bo'lgani bilan nima qilinadi? Mim harfini ichiga kirgizib o'qilinadi. Min masad bo'lsa mim masad. Mim masad. Lan nu'mina. Endi nima qilamiz? Nunni ichiga kirgizib yuboramiz. Lan nu'mina. Inshaalloh tajvid qoidalarini Qur'oni Karimga tushsak inshaalloh uni tushuntiramiz. Idg'om bi g'unna, idg'om bi g'ayri g'unna. Bir idg'omlar borki g'unnasiz. Bir idg'omlar borki g'unna qilinadi.
min valiyin. Min valiyin bo'lsa nun harfini vovni ichiga tiqib yuboramiz. Min valiyin. Min valiyin. Endi min valiyin deb to'xtash ham biroz qiyin bo'ladi. Shunda nima qilamiz? Min valiy. Yega kuch beramiz. Min valiy. Va man ya'mal. Aslida va man ya'mal. Min nunimiz sukunlik ya harfi ichiga kirib ketadi. Va man ya'mal. Va man lam. Va man lam. Lekin nun harfni lam harfi ichiga tiqib yuboramiz. Kirgizib yuboramiz. Va man lam. Endi bunda g'unna qilinmaydi. Va man lam deb aytishlik mumkin emas. Va man lam. Min robbihim. Nun harfni ro harfni ichiga kirgizib yuboramiz. Mir robbihim. Mir robbihim. Aslida min robbihim bo'lgan. Hudan min. Nima qilamiz? Mana tanvinda mim harfini ichiga kirgizib o'qiymiz. Hudam min. Hudam min. Nima qilamiz? Mim harfini, nun harfini mimga aylantirib yuboramiz. Shay'an nukra. Tanvinda nunni ichiga tiqib yuboramiz. Shay'an nukra. Shay'an nukra. Shay'an nukra. Aslida ilahun vahidun. Endi mana tanvinni vovni ichiga kirgizib yuboramiz. Ilahu vahidun. Ilahu vahidun. Khayran yarahu. Yara. Khayran tanvin harfimizda ya harfining ichiga kirgizib o'qiymiz. Khayran yarah. Khayran yarahu. Hudan lil muttaqin. Hudan bu yerda tanvin harfimizni nima qilamiz? Lam harfiga kirgizib o'qiymiz. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. G'afurun rahim. Nima qilamiz? Ro harfining ustida tanvinni ro harfiga kirgizib yuboramiz. G'afurur rahim. G'afurur rahim deb. Endi iqlab harfiga keldik. Iqlab degani bir harf ikkinchi harfga aylanib ketadi. Boshqa harfga aylanib. Bu yerda tepada kirib biri ikkinchisiga kirib ketdi. Bu esa boshqa yoqqa aylanib ketadi. Ya'ni boshqa min nun harfimiz min harfi, mim harfiga aylanib ketadi. Mana iqlob harfi o'zi bitta ba deymiz. Sukunlik nun yoki tanvin ushbu ba harfiga yo'liqib qolsa, nun harfimiz ba harfiga kirishtirib o'qilinadi deb. Mana min ba'di. Endi esa shu nunni mimni ichiga kirgizib yuboramiz. Min ba'di deb. Min ba'di deb. Mana sami'un basir. Tanvin harfi ba harfiga yo'liqdi. Biz nima qilamiz? Tanvin nun harfini tanvin harfi mim harfiga aylantirib olamiz. Sami'un basir. Shu shaklda. Endi biz shayxlarimiz mana shu iqlob harfida nunda ba harfiga, ya'ni nun harfimiz mim harfiga aylanib ketgandan keyin kirgizayotganimizda, ya'ni ixfo qilib turib lavimizda ozgina ochiq bo'ladi deb o'rgatishgan. Masalan, min ba'di, shu yerda ozgina fatha, ya'ni ochiq bo'ladi. Furja deb qo'yadi arab tilida, ozgina ochiq. Min ba'di deb o'qilinadi deb o'rgatganmiz, lekin men shayx
Ayman Suvayd hafizahullohni eshitdim. U kishi mana shu qoidaga xilof ravishda yo'q, mimmi o'zini qoidasi bor. Mimga aylanib ketdimi bo'ldi. Mimga aylanib ketgandan keyin hech qanday lavda ochiqlik joy qolmasligi kerak. Men ham 20 yildan oshiq, ya'ni 20 yilcha xuddi shu tarzda o'qib keldim, lekin men izlanib ko'rsam dedi shayx hafizahulloh. Bu noto'g'ri ekan deb aytdi. Lekin vallohu alam biz shayxlarimizdan o'rganganimiz shuki, nun harfi ba harfiga yo'liqqan paytida mimga aylanib ketadi va labda ozgina ochiq paydo bo'ladi. Qaysi turda? Min ba'di anbihum. Shayxni o'qishiga qaraganda, shayx Ayman Suvayd hafizahullohni o'qishiga qaraganda anbihum lab yopilinadi, faqat o'ta ham mahkam yopilinmaydi. Deb biroz tegib turadi lab bir-biriga. Anbihum deb. Vallohu alam. Bu yerda mana bu hozir kelayotgan jumlamizda abdullohi. Bu yerda muallim sonda kitobimizda aytayaptiki, bir vav ziyoda qilib o'qilinadi deb. Masalan, abdullohi, abdu deb cho'zib yuborilmaydi, lekin du deb turib vav shaklida o'qilinadi. Abdullohi, ubaydullohi, fadlullohi, faydullohi, khayrullohi, nasrullohi, rahmatullahi, zinatullahi, ni'matullahi, izzatullahi, lutfullahi, inayatullahi, hidayatullahi, atiyatullahi. Tu aytayotganimizda bitta vav ziyoda qilib o'qiymiz ekan, lekin cho'zmaymiz. Tu deb turib tullohi. Demak, mana arab harflarining ismlari, arab harflarining so'zi, ya'ni darsimizni boshida aytganmiz. Bu yerda yana takror kelibdi, yana takrorlab qo'yamiz. Demak, arab harflar alif takrorlaymiz. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، ها، لام، ألف، يا. Demak, darsimizni mana shu yerda o'z nihoyasiga yetkazamiz inshaalloh. Ertaga muqatta'atul Qur'oni Karimning muqatta'at harflarini o'rganamiz birgalikda. Inshaalloh kalimalarga tushamiz ekan. Demak, muallim soniy kitobimiz ham mana yakunlanib qolyapti. Kalimalarni o'rganamiz va undan keyin birdan Qur'oni Karimga tushamiz. Alloh taolo hammamizga Qur'oni Karimni to'g'ri o'qishlikni nasib qilsin. Alloh taolo qiyomat kunida bu ishlarimizni Alloh taolo boshlarimizga sayobon qilsin. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.